Toshkent davlat texnika universiteti va sanoat korxonalarining hamkorligi yangi bosqichga ko'tarildi. Galperin nomidagi Toshkent truba zavodida tarmoq korxona oliygoh zanjiri asosida muhim tadbir bo'lib o'tdi. Unda O'zmontaj maxsus qurilish aksiyadorlik jamiyatining birinchi ilmiy texnik kengashi o'tkazildi. Hamkasbimiz Sarvinoz Burxonova tayyorlagan lavha shu haqida. Sanoat korxonalari bilan hamkorlikda o'tkazilgan ushbu yig'ilish Toshkent davlat texnika universitetining sanoat korxonalari bilan hamkorlikka qaratayotgan e'tiborning yorqin dalilidir. Tadbir doirasida bir qator muhim hujjatlar imzolandi. Jumladan, Toshkent davlat texnika universiteti va O'zmontaj maxsus qurilish aksionerlik jamiyati o'rtasida hamkorlik memorandumi, Toshkent davlat texnika universiteti va Galperin nomidagi Toshkent truba zavodi qo'shma korxona mas'uliyati cheklangan jamiyat o'rtasida hamkorlik memorandumi, shuningdek Toshkent davlat texnika universiteti va Po'lat quvur servis qo'shma korxona mas'uliyati cheklangan jamiyat o'rtasida hamkorlik memorandumlari shular jumlasidandir. Toshkent truba zavodi qo'shma korxonasini bazasida Toshkent texnik universiteti bilan birgalikda dual o'qish bo'yicha o'quv kurslari tayyorlangan. Ushbu o'quv kurslari mana boringki 5 yildan beri bizda o'z faoliyatini yurg'izib kelyapti. 3-4 kurs talabalari haftada o'z vaqtlariga grafiklarga asosan kelib bizda o'zida o'qishni davom etkazib, o'sha joylarga chiqib ish faoliyati bilan chuqur o'rganishga erishmoqda. Bu o'z navbatida bugungi kunda bizning sohamiz bo'yicha kerak bo'lgan mutaxassislarni biriktirish, ularni keyinchalik ushbu kollektivdagi muammolarni chuqur o'rganishiga, shuningdek yangiliklarni yaratishiga bu zamin bo'ladi deb hisoblayman. Imzolangan memorandumlar sanoat korxonalari bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada rivojlantirish, talabalarning amaliy tajribasini oshirish, ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash va kadrlar tayyorlash sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shuningdek, tadbir davomida kafedraning iqtidorli talabalariga dual ta'limda faol ishtirok uchun Galperin nomidagi Toshkent truba zavodi qo'shma korxona mas'uliyati cheklangan jamiyatining nomdor stipendiyalari taqdim etildi. Universitet va sanoat korxonalari bilan hamkorlikda o'tkaziladigan bu kabi tadbirlar tarmoq korxona oliygoh tamoyilining amaliy ifodasi bo'lib, ta'lim, fan va sanoatning integratsiyalashuvi orqali mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga qaratilgan.